Narxini eshitib boshinglarni sho'nsanglar bo'ldi. Narxini aytmaysan hozir? Yo'q, oxirida aytaman. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun yakshanba, biz Sergeli mashina bozordamiz. Bugungi kunimiz syomkasi Matiz mashinasi bo'ladi. Video boshlanmasdan oldin bitta like bilan kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Bizni boshladik. Ketdik so'ng. Bu endi sizlarning tilingizda 60 kod bu nimadirlar? Kashmir deydi endi. Xalq tilida mana bronza 3-o'rinlarning mashinasi. Avtomobil eng zo'r joyi 2008-yil 286 ming probekda. Hozir tekshiramiz, oxirida narxini aytamiz. Kapoti germetkalar joyi turibdi. Aha. Ichki holati yaxshi turibdi. Aha. Yo, boltlar joyi turibdi. Bu yoq ham joyida. Endi bizga qizig'i lanjon. Bu yoqda tak, aytib germetkasi olgan siljigan ekan. Teshkinasi bor. Mana kirilo ham kraskalangan ekan. Uslitel joyida turibdi. Kapot usti kraskalangan ekan. Sepilgan, a? Sepilgan ekan, ichi o'ziniki turibdi. Aha. Boshqa yeng kirilo qo'yilgan ekan. Shunchunchilar bilan birga sepilgan. Yeng kirilo qo'ydik. Aha. Yeng kirilo qo'yganda buni ham sepadi-yu, bu bilan birga. Ikkalasi chiqildi. Mana o'ta boshqa ham o'tiribdi. Bu boshqa. Antadigin deformatsiya bor, qo'pisi ham vaqtim ortsa bo'ladi. Ichlari germetkalar joyi turibdi, o'ziniki radni. Olib sotarlarga yoki mashina sotayotganlarga qachonki biz tekshirishni boshlasak, sразу mana odamlar kelyapti. O'shaning uchun mashinalarni nozlanmasdan beringlar bizga. Tekshiringlar. Kalinkasi har doim chiriydi, o'sha ozgina remont qilib. Sepilgan, a? Shvaklovkasi bor ekan. Endi yiliga nisbatan ham yaxshi ekan. Har doimgidek orqasi ichi ko'rinmayapti. Lekin mana buni o'zini joyi turibdi, o'ziniki zavodga turibdi. Zavod turibdi. Endi bu qanot qoldi. Aha. Bu qanoti ham sepilgan ekan. Bu qanot ham sepilgan. Rangi boshqa joy turibdi. Yiliga qaraganda yomon emas, aka. Holati yomon emas, avtomat ekan. Keyin kelish moy yemasa bo'ldi. Kapot sepilgan, kirilo sepilgan, nari kirilo sepilgan. Polsa qilingan, hadovoylar pol original qilingan. Shu o'zim haydagan mashinamda. Aha. Yibam kirilo sepilgan ekan. Qolgani yaxshi. Mashinani to'liq ko'rib chiqdik. Mashinamiz 3,5 ming baholashyapti. Egalar nomerini qoldiramiz. Qimmat yoki arzon pastga yozib qoldirasizlar. Telefon qilib baraka qilishingiz mumkin. Buni 7 oy tonirovkasi bor ekan, 2016-yil. Tonirovka ruxsatnomasi bor ekan, 7 oyga. Qancha yurgan ekan? 150 ming. 152 ming. 150 ming. Gazlari bor. Kapot joyida, boltli joyida. Aha. Oldi, mo'rida butun chiqdi. Bitta kichkina chaqachasi bor ekan. Video registrator bor ekan, o'shaning kamerasi bor ekan. Tak, metkalarimiz. Bular qarab yurilgan Matiz ekan. Metkalar joyida, bu ham joyida, bu ham joyida. Uslitel ham joyida turibdi, orqasi. Aha. Bagaj ham butun turibdi. Aha. Orqasidan ko'pincha yetadi, unaqa narsalar bo'lmabdi, yaxshi. Aha. Mashina degan kraskasi bor ekan. Qatdan qatgacha. Mashinadan yo'q. Mashinadan noseydi. Ha, bitta kriloda bor demak. Kichkina joy. Aha. Mashinada ozgina deformatsiya, shvaklovka surgan joyi xishlayapti-da shunisi. Aha. Mana shu kichkina joyi bo'lgan ekan. Mashinani to'liq ko'rib chiqdik. Hamma joyi tiniq turibdi. Kapotda toshlaygan joyi bor, orqa kriloda pitno bor ekan xolos. Mashinamiz o'sha shumka, tonirovkalari bilan birga gazlari ham bor ekan. 152 ming yurgan. Bu mashinamizga 5200 so'rashyapti. Pastda nomer qoldiramiz. Qiziq bo'lsa, narx sizlarga qulay bo'lsa, telefon qilinglar. Balki arendaga ham gaplashaveramiz deyaptilar. Mana qarang, Husan aka, hamma bozorda mashina olishni biladi-da, misol uchun. Biladi, qisman ko'rib biladi, lekin rasmiy salondan kafolatlangan mashinani olishi qanchalik osonligini bilamizmi? Yo'q, garantiyasi bilan bormi? Bor shunaqasi. Mana avtoelondagi okalar, mana oldin alohida qidirib yurardingiz, eslasangiz. Misol uchun u salonga borasiz, bu salonga borasiz, narxlarni solishtirasiz, vaqtingiz ketadi, solishtirishga ham qanaqadir hisob-kitobga chalkashasiz, bilmagan esingizdan chiqib ketadi. Hozir avtoelondagilar nima qilgan? Mana endi avtoelondagilar rasmiy diler bo'limi paydo bo'lgan. Bu yerda misol uchun O'zbekistondagi istalgan avtosalondan rasmiy avtosalonlarni bitta prilojeniyani o'zi ko'rish mumkin. Hammasi oddiy, misol uchun mana bo'limga kirasiz, misol uchun avtoelon deb izlaysiz. Avtoelon mana chiqadi.
mana rasmiy diler bo'limiga kirasiz. Deylik, misol uchun, mana haval yoqdi sizga, to'g'rimi? Itogisini ko'rib chiqasiz hamma joyini-da. Misol uchun tanlagan mashinangiz bo'yicha menga qo'ng'iroq qiling deb salonga yozdirasiz. Mana nomeringizni qoldirasiz. Mana misol uchun 99lik 840 63 80. Men nomerimni misol uchun yuboraman ular. Yuborasiz. Ular sizga qilishadi. Qanaqa to'lov turida belgilashadi. Misol uchun, persiyani farqi yo'q. Kelishasiz, shartlarni batafsil sizga hammasini tushuntiradi. Kafolatlangan 100% aniq garantiya bilan berishadi. Ishonchli ekanda. Ishonchli. Xullas, agar kimga shunaqa qilajani kerak bo'lsa, pastda opsiyasini ham qoldiramiz. Avtoe'lon uzidan yangicha rasmiy diler bo'limi paydo bo'ldi. Shu o'rtada. O'rtoqlar, bizning navbatdagi avtomat mashinamiz. Bu yili yaxshiroq ekan, 2013-yil. Faqat probegi sal ko'proq ekan, 314 ming ekan. Hozir tekshiramiz, qayerda kraskasi bo'lsa aytib ketaveramiz. Kapot zamini bo'lgan ekan, germetikasi ham yeydi. Ha. Qanot boltlari yechilgan. Atsik ko'rishdik. Yo'da ozgina urilgan ekan, lekin anjurum butun turibdi, yo'q butun. Usulitlar ham o'ziniki. Aytadigan treshinasi bor. Mutlaqo qorish kerak bu. Kapot yangi qo'ygan, kraskani ham. Kapot yangi qo'yilgan. Kapot yangi qo'yilgan ekan. Samosovoy krilo ham remont bo'lgan. Misol uchun shu ikkalasi birga bo'lgan-ku. Aha. U ham boshqa qo'yilgan. Bu ham boshqa qo'yilgan. Eshik ham, bu eshik ham sepilgan. Almashganmi yo o'zinikimi? Yo'q, ichini ko'ramiz. O'ziniki ekan. O'zini remont qilishgan. O'zini remont qilingan, germetika zavodga turibdi. Kalinka fitno sepilgan. Kalinka ham sepilgan. Sepilgan. Shumka qo'yishgan endi. Tak. Mana bo'ladi. Mashina urilganda, orqadagi urgan mashina tormoz berib keladi. Shunda mashina cho'kadi oldi. Shunda mana shu bafirga tegadi. Shuni to'g'ri kiradi. Biyokrasi sepilmagan, vakuum ham qilinmagan turibdi shuni. Sepilganmi? Yo'q, sepilmagan. Sepilmagan, просто urilgan, vakuum qilinmagan. Vakuum qilinmay turibdi. Shunda boyaga aytganimizda tagiga tegan bo'lishi kerak. Shunda boyaga shunga qo'rildi. Yo'q, sepilgan ekan, shpaklipkasi bor. Sepilgan. Ha, eshik ham sepilgan ekan. Bu eshik ham sepilgan? Aha. Bu ham sepilganga o'xshatdi. Mana jimir-jimir bosh turibdi. Rangi ham ikki xilchaki. Stol qolasan, zarar bor. Ikki xil emas shu rang. Mana bo'ta boshqa, bo'ta o'sha tizig'idan past. Tizig'idan past sepilgan. Deformatsiya bor, deformatsiya tizig'idan pastdan sepgan. Shu mana ikki xil rang ko'rdi. O'zi mana bunaqasiga bo'lmaydi ko'rdi. Mashinani to'liq ko'rib chiqdik. Mashinamizda holatlari yomon emas, faqat bitta bagaj qismi toza ekan. Toza ekan. Tomi toza ekan. Kirlo pitno bo'lgan, eshik sepilgan, eshik va tizig'idan past bo'lgan. Orqa kalinka ham kraska bo'lgan. Mana bitta ikkita eshikda kraska chiqdi. Bu qanot zamini bo'lgan, kapot zamini bo'lgan. Bu mashinamizga 3400 so'rashyapti. Nomer qoldiramiz. Qiziq bo'lsa telefon qilib baraka qilishinglar mumkin. Bizning navbatdagi mashinamiz Matiz Bes. Toza ko'ringlar, yaxshisini qarab, misol uchun Abdushi haydayman deydiganlar bo'ladi, top-tozasi. Mana hozir shunisini oldiga keldik, tekshiramiz. Haqiqatan egalari aytgandek toza bo'lsa, oxirida nomerlarni qo'yib, narxlarni aytamiz. Germetikalar joyida turibdi. Zavodga mashinalar ingichka bo'ladi. Boltlar joyida, bu ham joyida turibdi. Qimillamagan. Atsak chiroyli chiqdi. Mana qarang. Mana shuni tegi. Nima? Mana qarang. Matizda-da. Mana shu usti bor-ku. Tegi ham eshik-ku baribir to'g'ri. Eshik yo'q. O'sha sepiltirib, mana ustiga yopib qo'yish ham mumkinmi? Tegi degan bo'lsa, ha bo'ladi. Tegini riftovka qiladi deb yog'ini qo'yaveradi. Qanaqa qilib bilasiz uni? Kraska bo'lgan bo'lmagan. Ichini ochish kerak bo'ladi shu. Nomashitdan deformatsiyasi bilinishi mumkin. O'shandan sekin xitlанadi. Samleni bo'ladi, baribir o'shanda ochiladi. Agar samleni bo'lsa ochilib ko'riladi-da. Ha, buni ochsa keyin yopish qiyin-da, to'g'rimi? Klipsada turadi-da, keyin skochda turadi. Yaxshi, toza ketdi. Bagaj ochish shuni. Buni ham bagajlarning narxlari bor-ku. Ha. Bir xil chiroyli turibdi, qanaqa приятный turibdi, bor. Aha. Yaxshi. Germetika mana qalin bo'ladi. Burada qalin bo'ladi. Haqiqatdan qaralgan mashinaga o'xshaydi. Qalin. Bu kapotda lekin ingichka bo'ladi. Ha. Voy, ko'rdikku shunaqa. Bularda qalin. Eshiklarda qalin bo'ladi. Metkalar joyida, bu yoq ham joyida. Ichi germetikalar zo'r turibdi. Talonni ham sepib qo'yganmi, nima qilgan? Ha, anaqa yaltiroq sepib qo'yishdi endi, svejiy bo'lsin deb qo'yishganda. Lekin balon motor turishi kerak. Mana shu Bestni hamma chiqqanidan motori zirrillashi bor, bitta zavod qilgan ziqni o'shan shu chiqadi hamma. Hozir mana shu qoldi, mana ham yangi olgan shunaqa edi, mana Matiz haydaganmisiz? Best haydaganman-da.
Yangi salonda olganmiz shu paytlarda. O'shanda shu zirillashga chiqyapti hamma. Hatto chizilgan joyi bor ekan. Sarapina lekin yo'q ketmaydi. Qo'l izi bilan otdi, lekin toza. Nimalarga cho'tkashibsan? Ha, shu nimadir. Qani zirillash? Mana shu Ovoz past. zirillayapti, o'sha zirillashiga chiqadi-da hamma. Oshdan tovuq ko'rib chiqdik, mashinamiz top-toza ekan, aytganlarida haqiqatda mana toza mashina qarayotganlar uchun tayyor tekshirilgan mashina. 2015-yil 82 ming yurgan va bu mashinamizga 5 ming so'ralyapti. Nomer qoldiramiz, o'z fikringlarni qoldiringlar, qimmat yoki arzon. Qat'iy syomkamiz hozir qaysiga yetdi? Fikringlarni kommentariyada qoldiringlar. Keyingi mashina nima mashina ko'ringlar. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Fikringizni izohlarda qoldiring.